O'rtoqlar, bugun bizani To'ytepaga uzoq yo'l kutyapti. Sababi ushbu мясорубкani o'z egasiga topshirish vaqti keldi. Ketdi. Xo'p o'rtoqlar, va nihoyat 40 kilometr distansiya bosib kelgan holda shu lokatsiyamizga yetib keldik. Endi mijozimizga ushbu мясорубкаlarni xursand qilgan holda topshiramiz. Ketdik. Okajon, mana siz sog'ingiz. Tabriklayman. Bizdan sog' video olishingizni kutuvmidingiz, kutmovdingiz? Yo'q, kutmadim, lekin men hech umidvor olmadim, lekin bu narsaga. O'z xabaringiz bor edi, omadli do'konlarimizdan. Shunaqa xabarimiz bor edi. Ko'rsatmasan. U kecha siz bilan telefonda gaplashdikmi? Ha, telefon qilishdi kimdir, lekin Gaplashdik, bir mashinnikmi yoki bu kim deb o'ylagandirsiz baribir. o'yladik. Qanchadan beri ishlaysiz o'zi biz bilan? Nudistda. O 2 yil bo'ldi yo. O, ko'rsatmasan. 2 yildan oshib. 2 yil bo'lib qoldi aka. Sizdan mamnunmisiz? Ya, gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Ishingizga rivoj, tadbirkorchiliklarga baraka bersin aka. Bizga ishonganingizdan, biz bilan hamkorlik qilganingizdan biz ham o'ta mamnunmiz. Joningiz sog' bo'lsin. Sog'lig'ini yaxshilik ishlating aka. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Omon bo'ling.